Alaykum. Bugun milliy sertifikatga tushgan 13-misollar to'plamini ko'ramiz. Bu savollarni yig'ib chiqqan ustozimizga katta rahmat. Birinchi misol soddalashtiring. Soddalashtirish. Birinchi suratini soddalashtira olamiz. Kosinus 3 alfa, kosinus 5 alfa yig'indidan ko'paytmaga o'tib olamiz. 2 kosinus alfa qo'shuv 2 kosinus qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 4 alfa ko'paytirilgan 5 alfa 3 alfa ayirib 2 ga bo'lsak alfa bo'ladi. Surat buni umumiy ko'paytiruvchini chiqarsak 1 qo'shuv kosinus 4 alfa. Endi mahrajni soddalashtiramiz. Mahraj soddalashtirishda kosinus 3 alfani 2 alfa qo'shuv alfa deb olamiz. Qo'shuv sinus alfa sinus 2 alfa. Endi bu yig'in qo'shish formulasi bo'yicha ochib chiqamiz. Kosinus 2 alfa ko'paytirilgan kosinus alfa minus sinus 2 alfa ko'paytirilgan sinus alfa. Qo'shuv sinus alfa minus ko'paytirilgan sinus 2 alfa. Endi o'xshash xatlarni ixchamlasak, o'zaro qarama-qarshilar bo'lgani uchun nolga aylanib ketadi. Bunda kosinus 2 alfa ko'paytiruv kosinus alfa. Endi suratni mahrajga bo'lamiz. Surat natijasi 2 kosinus alfa 1 qo'shuv kosinus 4 alfa. Mahraj esa kosinus 2 alfa ko'paytirilgan kosinus alfa. O'xshash xatlarni qisqartira olamiz. Kosinus alfalar suratda 2 kosinus 4 alfani ikkilangan burchak formulasi bo'yicha ochib chiqsak 1 qo'shuv 2 kosinus kvadrat 2 alfa minus 1. Mana 1 qisqarib ketadigan formulasidan foydalanamiz. Taqsim kosinus 2 alfa. Endi soddalashtiramiz. 1 lar nolga aylanib ketadi. 2 ga 2 4 bo'ladi. Kosinusga qisqartirgan paytimizda 4 kosinus 2 alfa. Javob B ekan. Ikkinchi misolda kosinus mahrajga e'tibor beramiz. X 2x keyin 2x 3x va hokazo xuddi shunday ketgan. Bunda berilgan tenglikni belgilash kirita olamiz biror bir harf bilan deylik A deb olamiz. Va tenglikni ikkala tomonini sinus x ga ko'paytiramiz. Chunki biz hozir qo'yish formuladan foydalanib qisqartirish uchun har bittasini suratida shunda sinus x hosil bo'ladi. Sinus x, bunda ham sinus x. Keling shuni bittasini qanday soddalashtirishni ko'rib chiqamiz. Suratida sinus x ni 2x minus x deb qaraydigan bo'lsak, mahraj kosinus x ko'paytirilgan kosinus 2x. Suratni endi ochib chiqamiz. Qo'yish formulasiga ko'ra sinus 2x kosinus x minus kosinus 2x sinus x. Alohida mahraj qilib yozaylik birdan. Kosinus x kosinus 2x kosinus x ko'paytirilgan kosinus 2x. Endi o'xshash xatlarni ixchamlagan paytimizda tangens 2x minus tangens x qoladi. Xuddi shunday har bitta kasrni, masalan ikkinchi kasrni 3x minus 2x deb qo'yish formulasi bo'yicha ochib, alohida mahraj qilgan paytimiz xuddi shunaqa narsa hosil bo'ladi. Ya'ni birinchisi tangens 2x minus tangens x bo'lsa, ikkinchisi tangens 3x minus tangens 2x. Keyingisi tangens 4x minus tangens 3x. Qo'shuv va hokazo qo'shuv tangens 2023x minus tangens 2022x. Agar e'tibor bersak, har bittasi ikkitaga ajralib chiqdi. Endi qonuniyat aniqlaymiz. Tangens 2x nolga aylanib ketadi. 3x lar nolga aylanib ketsa, bizda qoladi minus tangens x va tangens 2023x lar qoladi. Minus tangens x. Keling birinchi musbatini yoza olaylik. Tenglik tangens 2023x minus tangens x. Endi buni sinus x taqsim kosinus x deb mahraj bera olamiz. Shunda surat 2023x ko'paytirilgan kosinus x minus kosinus 2023x ko'paytirilgan sinus x. Mahraj esa
Cosinus 2023 x ko'paytirilgan cosinus x. Surat yana qo'yish formulasiga ko'ra sinus 2022x mahraj cosinus 2023x ko'paytirilgan cosinus x beradi. Endi biz buni belgilashga kirita olgandik. Ya'ni a ko'paytirilgan sinus x teng sinus 2022x taqsim cosinus 2023x ko'paytirilgan cosinus x. Ikkinchi tomonga sinus bo'lish quvvat qaytarsak sinus 2022x taqsim sinus x ko'paytirilgan cosinus x ko'paytirilgan cosinus 2023x. Suratni ham mahrajni ham 2 ga ko'paytirsak surat 2 sinus 2022x mahraj esa sinus 2x ko'paytirilgan cosinus 2023x. Endi javob 2 sinus 22 cosinus 2 C javobga to'g'ri kelyapti. Surat 2 sinus 2022x mahraji sinus 2x cosinus 2023x. Uchinchi misolga suratga o'zi e'tibor qilsak yaxshilab 2 cosinus kvadrat 2 alfa bilan minus 1 formulaga keladi. Bu cosinus 4 alfa qo'shuv cosinus 6 alfa. Mahraj esa mahrajni ham formulaga keltirsak bo'ladi. Mana bu ikkilangan burchak formulasiga ko'ra 0.5 ni 1 taqsim 2 deb olamiz. Sinus 6 alfa qo'shuv 1 taqsim 2 sinus 4 alfa. Suratni ham mahrajni ham 2 ga ko'paytirib olamiz. Shunda 2 surat yig'indidan ko'paytmaga o'tsak 2 ko'paytirilgan cosinus 5 alfa ko'paytirilgan cosinus alfa. Mahrajni ham yig'indidan ko'paytmaga o'tamiz. 2 sinus 5 alfa ko'paytirilgan cosinus alfa. Ikkilarni kosinuslarni qisqartirib olsak natija 2 katangis 5 alfa. Javob A javob ekan. Keyingi savol 4-misol. 4-misol tenglamani yeching. Nechta ildizga ega ekan oralig'ida birinchi navbatda uni soddalashtira olishimiz kerak. Bu ko'rinishli misollarda ildiz a kvadrat plus b kvadrat chiqara olish mumkin, lekin ikkala tomonni ham 2 ga bo'lib olamiz. 2 ga bo'lib olsak, shunda ildiz 3 taqsim 2 ning o'rniga biz kosinus yoki sinusni qiymatini qo'yishimiz mumkin. Ikkita formulaga ham keltirish mumkin, farqi yo'q. Yo qo'yish formulasi sinusga yoki kosinusga. Keling kosinusga keltiraylik. Ildiz 3 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, bu sinus pi taqsim 3 ga to'g'ri keladi. Sinus 2x minus bu 1 taqsim 2 desak kosinus pi taqsim 3 ko'paytirilgan kosinus 2x teng ildiz 3 taqsim 2. Chap tomondan minus chiqarib olsak kosinus 2x qo'shuv pi taqsim 3 teng birdan minus ildiz 3 taqsim 2 yozaylik. Endi bu 2x qo'shuv pi taqsim 3 barobar plus minus arc cosinus bu minus bo'lgan paytda pi minus ildiz 3 taqsim 2 ga teng bo'lishi bu pi taqsim 6 da qo'shuv 2 pi ekan. Ikkita qilib yoza olamiz buni. 2x qo'shuv pi taqsim 3 teng 5 pi taqsim 6 qo'shuv 2 pi ga va 2x qo'shuv pi taqsim 3 ni olamiz minus 5 pi taqsim 6 qo'shuv 2 pi ga. Ikkalasi ham yechimga kiradi. Endi soddalashtiramiz. 2x topsak 5 pi taqsim 6 minus pi taqsim 3 2 pi ga bo'ladi. Keyingisi 2x teng minus 5 pi taqsim 6 minus pi taqsim 3 qo'shuv 2 pi ga. Birdan 2 ga bo'laveramiz. Bunga 10 mahraj beraylik. 2 5 dan 2 yozsak 3 bo'ladi. 3 pi taqsim 6 pi taqsim 2 2 ga bo'lsak pi taqsim 4 qo'shuv pi ga bo'lar ekan. Bu birinchi yechim. Ikkinchi yechim esa ikkitadan beramiz. 5 5 ga 2 7 minus 7 pi taqsim 12 qo'shuv pi ga bo'ladi. Va bizdan so'ralayotgan narsa 0 u 5 pi oralig'ida
0 5 pi oralig'ida nechta ildizga ega? Keling, birinchisini o'ylab ko'ramiz. K 0 bo'lganda qanotlantiradi. K 1 bo'lganda qanotlantiradi. K 2 bo'lganda 2 pi qo'shsak, u ham qanotlantiradi. K 3 bo'lsa 3 pi qanotlantiradi. K 4 bo'lsa ham qanotlantiradi. 4 pi. Lekin 5 bo'lganda oshib ketdi ekan. Birinchisida o'zi 5 ta yechim chiqdi. Endi ikkinchisi K ga 0 qo'ygan paytimiz manfiy chiqadi, qanotlantirmaydi. 1 qo'yganda qanotlantiradi. 2 qo'yganda qanotlantiradi. 3 qo'ysak 3 pi ham bo'ladi. Keyingisi 4 qo'ysak 4 pi ham va 5 qo'ygan paytimizda ham to'g'ri keladi, chunki 5 pi minus bo'ladi. Shunda yechim bunda 5 ta chiqsa, jami yechimlarimiz soni 10 ta. Javob C ekan. Keyingi savol, soddalashtiring. Yig'intidan ko'paytmaga o'tamiz. Sinus alfa bilan sinus 15 alfani tanlaymiz. 2 alfa bilan 14 alfa. Bu yerda 15 ta bo'lgani uchun eng o'rtadagisi ortib qoladi. Birinchi yozib olaylik. 2 sinus 8 alfa ko'paytirilgan kosinus 15 dan 1 14, 2 ga bo'lsa 7 alfa. 2 alfa bilan 14 alfa olsak 2 sinus 8 alfa bo'ladi va kosinus 6 alfa bo'ladi. Qo'shuv va hokazo qo'shuv eng o'rtada sinus 8 alfa qoladi. Mahrajni ham xuddi shuni yig'intidan ko'paytmaga o'tsak 2 kosinus 8 alfa kosinus 7 alfa 2 kosinus 8 alfa kosinus 6 alfa qo'shuv va hokazo. Bunda esa kosinus 8 alfa qoladi. Suratdan umumiy ko'paytuvchini qasdini tashqariga chiqarib olamiz. Bu sinus 8 alfa. 2 kosinus 7 alfa qo'shuv 2 kosinus 6 alfa qo'shuv va hokazo qo'shuv 1. Mahrajdan esa kosinus 8 alfani chiqarib olamiz. 2 kosinus 7 alfa qo'shuv 2 kosinus 6 alfa qo'shuv va hokazo qo'shuv 1. Javob tangent 8 alfa. Javobimiz tangent 8 alfa. Tejavob ekan. 6-misol. Tenglama minus pi taqsim 2 pi oralig'ida nechta yechimga ega? Bu tenglamani yechish uchun keling kosinus 3x ni yozib olaylik. Bu sinus 2x. Keltirish formulasidan foydalanib ikkala tomonni bir xil qila olamiz. Kosinus pi taqsim 2 minus 2x. Endi bu 3x barobar plus minus pi taqsim 2 minus 2x qo'shuv 2 pi ga. Buni ikkita yechim alohida yozib olamiz. 3x bir marta plusligini yechib olamiz 2 pi ga. Bir marta esa minusligi minus pi taqsim 2 plus 2x qo'shuv 2 pi ga. Ikkalasi ham yechimni qanotlantiradi. Birinchisidan x bir tomonga o'tkazsak 5x teng pi taqsim 2 qo'shuv 2 pi ga. Ikkinchisida esa x teng minus pi taqsim 2 qo'shuv 2 pi ga. Shunda bizda yechimlar chiqadi. Birinchi ildizimiz pi taqsim 10 qo'shuv 2 pi ga taqsim 5 chiqadi. Ikkinchi yechim esa minus pi taqsim 2 qo'shuv 2 pi ga chiqadi. Bizdan so'ralgan narsa minus pi taqsim 2 pi oralig'ida nechta yechimga ega? Birinchisini yana o'ylab ko'ramiz. K ga 0 qo'ygan paytimiz pi taqsim 10 qanotlantiradi. K ga 1 qo'ygan paytimizda bu pi dan kichikroq bo'ladi, bu ham qanotlantiradi. K ga 2 qo'ygan paytimiz bu ham qanotlantirar ekan. K ga 2 qanotlantirsa, endi K ga 3 qo'yamiz. K ga 3 qo'ygan paytimiz 12 13 pi dan oshib ketadi, demak qanotlantirmaydi. Endi minus 1 qo'yib ko'ramiz. K ga minus 1 qo'ygan paytimiz bu pi dan 3 minus 3 pi taqsim 10 qanotlantiradi. Minus 2 qo'yganimizda qanotlantirmaydi, demak 1 2 3 4 4 ta. Bunda esa K ga 0 qo'ysak minus pi taqsim 2. 1 qo'ysak oshib ketadi bitta. Javob 5 ta.
Demak, ajoyib ekan. 7-chi misol. Soddalashtiring. Suratni o'zi daraja kvadrat ekan. Sinus kvadrat alfani daraja pasaytirsak 1 minus kosinus 2 alfa taqsim 2 bo'ladi. Kosinus kvadrat alfani daraja pasaytirsak 1 minus 1 plus kosinus 2 alfa taqsim 2 bo'ladi. Endi bularni o'rniga qo'yib soddalashtirib chiqsak 4 ko'paytirilgan 1 minus a deb olaylik shuni. A taqsim 2 minus 1 plus a taqsim 2 ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan 1 minus a taqsim 2 1 plus a taqsim 2. Endi soddalashtiramiz. 2 minus 2a minus 1 taqsim 4 minus 1 taqsim 2a minus 1 taqsim 4 a kvadrat minus 2 ketsa 1 taqsim 2 va plus bo'ladi 1 taqsim 2 a kvadrat. Endi o'xshash xatlarni ixchamlasak bu ikkalasi 1 taqsim 4 a kvadrat. Bular ketdi. Endi buni soddalashtiramiz. Minus 2 minus 5 taqsim 2a. Endi sonlar 2 dan 1 taqsim 4 ayirsak 4 8 7 taqsim 4 7 dan 2 ni ayirsak 5 taqsim 4 a kvadrat minus 10a minus 5 yo'q plus 5 bo'lar ekan bu taqsim 4. Endi yana joyiga qaytarsak bu kosinus kvadrat 2 alfa minus 10 kosinus 2 alfa qo'shib 5 taqsim 4. Bu endi boshqa soddalashmasa kerak. Endi maxrajini ko'ramiz. Maxrajda nima qilsak? Kosinus 4 alfa ekan. Bu davomli ko'payishini chiqarib olsak bo'lar ekan. 1 minus kosinus kvadrat 4 alfani chiqarib olsak sinus kvadrat 4 alfa plus kosinus kvadrat 4 alfa. Bu 1 ga teng bo'lsa 1 minus kosinus kvadrat 4 alfa bu sinus kvadrat 4 alfani beradi. Endi kengashimiz surat maxrajiga bo'lsak surat bizaga chiqqan kosinus kvadrat 2 alfa minus 10 kosinus 2 alfa qo'shib 5 taqsim 4 sinus kvadrat 4 alfa. Javoblarda kamchilik bor. Menimcha shartida ham shartini to'g'ri desak javob to'g'risi yo'q. Javob to'g'ri desak shartida kamchilik bo'ladi. Demak bu savolda nimadir kalit muammo yoki savol. Keyingi savolga o'tamiz. Bu yerda o'zi tayyor berilgan, bizga shunchaki belgilashga kiritishimiz o'zi yetarli. A deb olsak 2a kvadrat minus 5a qo'shib 2 teng 0. Va bu kvadrat tenglamali yechimlardan biri 2 chiqadi, biri esa 1 taqsim 2. 2 bo'sh to'plam bo'ladi, chunki sinus qiymati 1 dan oshib keta olmaydi. Endi o'rniga qo'yamiz. Sinus x minus b taqsim 3 teng 1 taqsim 2. X minus b taqsim 3 teng 1 taqsim 2. Bu minus 1 ning keyinchi darajasi b taqsim 6 qo'shib pk. X topib olsak minus 1 ning keyinchi darajasi b taqsim 6 qo'shib p taqsim 3 qo'shib pk. Va bizga oraliq berilgan. Minus p 2p oralig'ida nechta yechimga ega? Endi k ni qiymatlarini qo'yib chiqamiz. K ga 0 qo'ysak, keling shuni yozaylik. 0 qo'yganimizda
pi taqsim 6 plus pi taqsim 3. Shuni mahraj berib qo'yaylik, qulayroq bo'lsin. Minus 1ning keyinchisi pi qo'shuv 2pi qo'shuv 6pi taqsim 6. ikkitadan bu pi taqsim 2 qanoatlantiradi. Endi k ga 1 qo'yamiz. K ga 1 qo'ygan payt minus pi 2pi pi bo'ladi. 7pi taqsim 6 chiqar ekan. 7pi taqsim 6 ham qanoatlantiradi. K ga 2 qo'yib ko'ramiz. K ga 2 qo'yganimizda bu pi 3pi 12 3ga 12 qo'ysak 15 dan endi 3 ga qisqartirsak 5pi taqsim 2. Bu qanoatlantirmaydi. Endi manfiy qo'yib ko'ramiz. K ga minus 1 qo'yadigan bo'lsak minus pi minus 5pi taqsim 6 qanoatlantiradi. Minus 2 aniq qanoatlantirmaydi. Hozir bunda 1 2 3. Demak 3 ta yechimga ega ekan. Javob C. Topib olishimiz kerak ekan. Buni yechishni har xil usullari bor. Keling shu sin 4 alfani soddalashtiraylik. Sin 4 alfani 1 minus kosinus kvadrat alfaning kvadrati taqsim kosinus kvadrat alfa deb olaylik. Plus 1 minus sinus kvadrat alfani kvadrati taqsim sinus kvadrat alfa. Ikkalasi ham darajasi bir xil bo'lgani uchun bitta qilib alohida mahraj qilsak 1 taqsim kosinus alfa minus 1 ning kvadrati. 1 taqsim sinus alfa minus 1 ning kvadrati. Ochib chiqadigan bo'lsak 1 taqsim kosinus kvadrat alfa plus 1 minus yo'q, alohida mahraj qilganda xato ketdi. Alohida mahraj qilganda bu kosinus alfa bo'lagan. Qo'shib bu 1 taqsim sinus alfa minus sinus alfa. Kvadrat. Demak, buni ochib chiqadigan bo'lsak 1 taqsim kosinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa minus 2 qo'shuv 1 taqsim sinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa minus 2. Sinus kvadratga kosinus kvadrat 1 ga teng. 1 taqsim kosinus kvadrat plus 1 taqsim sinus kvadratga mahraj bersak, surati 1 mahraj sinus kvadrat alfa ko'paytirgan kosinus kvadrat alfa ayrilgan 3. Surat mahraj 4 ga ko'paytirib olsak 4 taqsim o'zi qolaversa undan ko'ra sinusni topib kelamiz. Sinus ko'paytirilgan kosinus. Berilgan shartni kvadratga oshira olamiz. 1 qo'shuv 2 sinus alfa ko'paytirgan kosinus alfa barobar 4 taqsim 5. Bundan sinus alfa ko'paytirgan kosinus alfani topsak 1 taqsim 5 1 taqsim 10. Endi o'rniga qo'yamiz. 1 taqsim 100 minus 3. 100 minus 3 javob 97 ekan. 97 ajob. Keyingi savol. Bu savolni 12-misoldamidi, 11-misolda ishlaganmiz. Adashmasam C javob chiqadi. Keyingi savol. Argument kosinus 2x ekan. Buni birinchi keltira olamiz sinusga. 1 minus 2 sinus kvadrat x minus 1 teng 5 sinus x qo'shuv 2. A deb belgilashga kirita oladigan bo'lsak, birdan bir tomga o'tkazib olamiz. 2a kvadrat qo'shuv 5a qo'shuv 2 teng 0. Yechimlari minus 2 bilan minus 1 taqsim 2. Minus 2 bo'la olmaydi. Bo'sh to'plam sinus x teng bo'lishi mumkin ekan minus 1 taqsim 2. Bizdan so'ralyapti pi taqsim 2 yu 17 pi taqsim 2 oralig'idagi yechimlari. Grafikdan foydalansak ham bo'ladi.
yoki birlik aylanadan foydalansak ham bo'lar ekan. Argument x bo'lgani uchun birlik aylanadan foydalanib ko'raylik. Birlik aylana olamiz. Endi minus pi taqsim 2. Sin x minus 1 taqsim 2. O'tkazamiz. Mana shu chiziq sal uzoqroq olaylik. X yo'q edi, bu y yo'q. Mana minus 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi. Pi taqsim 2 mana bu yerdan boshlansin. Pi taqsim 2. 1 aylanib kelsa mana 2 pi bo'ladi. Hozircha 2 pi gacha ikkita yechim bor. Yana bitta aylanib kelsa bu 4 pi bo'ladi. Yana ikkita yechim bor. Biz 17 ni 2 ga bo'lsak 8,5 pi gacha aylanish kerak ekan. 4 pi keyingi aylana 6 pi bo'ladi. Yana bitta aylana va chorak qismi. Shunda 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 8 ta yechim bor ekan. Yechimlar soni 8 ta. Keyingisi 6 sin kvadrat x 2 sin x 5 tenglamani ildizlar sonini toping. Bunda nima qilamiz? 6 sin kvadrat x minus buni ochib chiqamiz. 4 sin x ko'paytirilgan cosins x. 5 ni minus 5 sin kvadrat x ko'paytirilgan 1 deb olsak minus 5 cosins kvadrat x teng 0. O'xshash xatlarni hisoblasak sin kvadrat x minus 4 sin x ko'paytirilgan cosins x minus 5 cosins kvadrat x teng 0. Hammasi ikkinchi darajali. Bunda bo'lib o'ramiz qaysigadir. Kosinusga birinchi cosins x teng 0 holatini tekshirsak 0 ga aylanib ketadi, 0 ga aylanib ketadi. Sin kvadrat x teng 0. Lekin bu bo'sh to'plam, chunki ikkalasi bir vaqtda 0 bo'la olmaydi. Endi kosinusni 0 dan farqli deb o'ylaymizda, kosinus kvadratga bo'lib o'ramiz. Kosinus kvadrat alfa. Shunda bu tangens kvadrat alfa minus 4 tangens x ekan, tangens x minus 5 teng 0. Yechimlardan biri minus 1 chiqar ekan. Yechimlardan ikkinchisi esa 5. Endi x topsak x1 minus pi taqsim 4 qo'shuv pi ga, x2 esa ark tangens 5 qo'shuv pi ga. Endi minus 3 pi taqsim 2 yu pi taqsim 4 oralig'idagi yechimlari. x1 ga 10 mahraj bersak 4 pi ga minus pi taqsim 4 bo'ladi. x2 ni ham yozib qo'yaylik. x2 ark tangens 5 qo'shuv pi ga. Endi x1 ga k ga 0 qo'ygan paytimiz minus pi taqsim 4 qanotlantiradi. K ga 1 qo'yish foydasi yo'q, oshib ketadi. Minus 1 qo'yamiz. Minus 1 qo'ygan paytimizda minus 5 pi taqsim 4 bu ham qanotlantiradi. Minus 2 qo'ysak minus 9 pi taqsim 4 bo'lagan. U qanotlantirmaydi. Ikkita yechim bor. Arktangens 5 degani bu taqriban arktangens 5 ni tasavvur qilish uchun birlik aylana chiza olamizda. Unga bitta oydiriga parallel o'tkazamiz va unda mana 1 bo'lsa 5 ga mos keladigan bitta burchak yasasak, bu burchak bir 70 gradus, 75 graduslarga to'g'ri kelib qolsa, 75 bo'lsa, agar k ga 0 qo'ysak qanotlantirmaydi. K ga minus 1 qo'ysak bu qanotlantiradi. Pi minus arktangens 5 minus pi. Bu minus 180 minus 225 qanotlantiradi. Minus 3 pi taqsim 2 ni. Lekin k ga minus 2 qo'ysa qanotlantirmaydi bitta. Demak, yechimlar soni 3 ta ekan.
Javob A. Keyingi savolda tenglik o'rinli bo'ladigan aniq qiymatlarni toping. Soddalashtiramiz. Buni o'zini yozamiz. Buni ajrata oladigan bo'lsak, kublar ayirmasi bo'yicha sinus 4x qo'shuv kosinus 4x ko'paytirilgan sinus 4x minus kosinus 4x sinus kvadrat 4x qo'shuv sinus 4x ko'paytirilgan kosinus 4x qo'shuv kosinus kvadrat 4x. Shuni o'zini soddalashtira olaylik. Birinchi ikkitani ko'paytirgan paytimizda sinus kvadrat 4x minus kosinus kvadrat 4x. Sinus kvadrat kosinus kvadrat 1, bu esa 1 taqsim 2 sinus 8x. Birinchi qavsdan minus chiqarib olsak, kosinus 8x ko'paytirilgan 1 taqsim 2 1 qo'shuv 1 taqsim 2 sinus 8x. Qavs ochsak, minus kosinus 8x minus 1 taqsim 2 kosinus 8x ko'paytirilgan sinus 8x. Endi bu minus, birinchi buni yoza olaylik, 1 taqsim 4 sinus 16x minus kosinus 8x. Endi javob bilan solishtiramiz. 1 taqsim 4 bor, lekin ortda minus bor. Demak, A minus 16 ekanda natija. Qolgani o'zi bir xil. Javob. Keyingi savol. Sinus alfa bor, kosinus bor. Sinus 2 alfa minus kosinus 2 alfani topish kerak ekan. Bunda ta'rifdan foydalanib ko'raylik. Bu agar alfa bo'lsa, bu A bo'lsin, bu B bo'lsin, bu C bo'lsin. Shunda C bizga ildizi 5 ga to'g'ri keladi. Chunki sinus A degani bu A taqsim C minus B taqsim C teng 1 taqsim ildizi 5. C'ni ildizi 5 deb tanlaylik, A minus B ni 1 deb tanlaymiz. Pifagor teoremasiga ko'ra A kvadrat plus B kvadrat gipotenuza 5 ga teng. A ni 2, B ni 1 deb olsak bo'lar ekan. Shunda to'g'ri burchakli uchburchak bu alfa, bu 2, 1 ildizi 5. Bizdan so'ralyapti sinus 2 alfa, bu 2 sinus alfa kosinus alfa degani. Bu esa kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa degani. 2 sinus alfa 2 taqsim ildizi 5, kosinus alfa 1 taqsim ildizi 5 minus 1 taqsim 5 minus 4 taqsim 5. 4 taqsim 5 minus bo'lsa plus keladi ekan. 3 taqsim 5. Javob 7 taqsim 5. Keyingi savol. Ko'paytma kamda 1 0 bo'lishi kerak. Katangiz x 0, x barobar pi taqsim 2 qo'shuv pi k. Ikkinchisida sinus x teng 1 taqsim 2 bo'ladi, lekin ko'pchilik aniqlanish sohasiga e'tibor bermaydi. Bizda katangiz x musbat bo'lsin deyapti. Birlik aylanay chizsak, sinus qiymati 1 taqsim 2. Ikkita qiymat chiqadi. Pi taqsim 6 bilan 5 pi taqsim 6. Lekin 5 pi taqsim 6 ni ola olmaymiz. Chunki birinchi chorak, ikkinchi chorakda manfiy bilan ildiz aniqlanish sohasi qanotlantirmay faqat pi taqsim 6 ola olamiz. Pi taqsim 6 davr 2 pi k bo'ladi. 0 2 pi dagi ildizlar yig'indisi. Birinchisiga k ga 0 qo'ysak x pi taqsim 2 chiqadi. K ga 1 qo'ysak x pi taqsim 2 qo'shuv pi 3 pi taqsim 2 chiqadi. Boshqa hechim yo'q. Ikkinchisida esa k ga 0 qo'ysak x pi taqsim 6. Shunda yig'indisi so'ralyapti bizdan. Pi taqsim 2 qo'shuv 3 pi taqsim 2 qo'shuv pi taqsim 6. 2 pi 12 13 pi taqsim 6. C javob ekan. Buni ham oldin ishlagandik. Adashmasam ikkita chiqadi yechimlar soni. 7-chi savol. Kvadrat. Demak, darajani pasaytiramiz. 1 qo'shuv kosinus 4x taqsim 2. 1 qo'shuv kosinus 6x taqsim 2. 1 qo'shuv kosinus 20x taqsim 2. 1 qo'shuv kosinus 22x taqsim 2 teng 2. 4 qo'shuv kosinus 4x qo'shuv
kosinus 6x qo'shuv kosinus 20x qo'shuv kosinus 22x barobar 4. 0 ga aylanib ketsa yana ikkita qilib yig'indidan ko'paytmaga o'tib olamiz. 2 kosinus 44 22 26 13x kosinus 22 dan 4 18 2 bo'lsak 9x. Bu ikkalasi 2 kosinus 26 13x bo'ladi. Kosinus 20 dan 6 o'tib 7x teng 0. 2 kosinus 13x chiqarib olsak kosinus 9x qo'shuv kosinus 7x teng 0. Yana ko'paytmadan yig'indiga o'tib olamiz. Shunda 4 kosinus 13x ko'paytirilgan kosinus 9 7 16 8x kosinus x teng 0. Kamida 1 0 bo'lishi kerak. Kosinus 13x teng 0, kosinus 8x teng 0 va kosinus x teng 0. Birinchisini topadigan bo'lsak 13x bu pi taqsim 2 qo'shuv pi ga. Hammasi shunaqa tenglashtiramiz. x1 pi taqsim 26 qo'shuv pi ga taqsim 13 chiqadi. x2 esa menimcha eng kichigi so'ralgan, qolganlarni topish shart emas, chunki qolganlarida bu 8 ga bo'lgan paytimizda pi taqsim 16 qo'shuv pi ga taqsim 8 va 13-yechim pi taqsim 2 qo'shuv pi ga chiqadi. Bizda eng kichigi k ga 0 qo'yganimiz. X barobar pi taqsim 26 eng kichik musbat ildizi pi taqsim 26. Keyingi savol. Bunda ildizi 5 sinus x qo'shuv buni ochib chiqamiz. 2 sinus x ko'paytirilgan kosinus x teng 0. Umumiy ko'paytiruvchini chiqarib olamiz. Ildizi 5 qo'shuv 2 kosinus x teng 0. Kamida 1 0 bo'lishi kerak. Sinus x 0 kosinus x minus ildizi 5 taqsim 2. Bu bo'sh to'plam. Minus 1 dan kichik bo'la olmaydi. X teng 0 bu x teng pi ga ildizlar yig'indisi. 0 qo'yganimiz qanoatlantirmaydi. 1 qo'ysak pi, 2 qo'ysak 2 pi, 3 qo'ysak 3 pi oshib ketadi. Demak, pi qo'shuv 2 pi natija 3 pi. Javob. Keyingi savol. Quyidagi tenglamalar sistemasi nechta ildizga ega? Endi o'rniga qo'yishdan foydalansak, x topib olamiz. Pi taqsim 3 minus y o'rniga qo'yamiz. Sinus pi taqsim 3 minus y ko'paytirilgan sinus y teng 1 taqsim 4. Ko'paytmadan yig'indiga o'tib olamiz. Kosinus ikkalasini ayirmasi pi taqsim 3 minus 2y minus kosinus ikkalasini yig'indisi bu pi taqsim 3 teng 1 taqsim 4. 1 taqsim 2 ham bo'ladi. 2 ga ko'paytirib olamiz. Kosinus juft funksiya bo'lgani uchun 2y minus pi taqsim 3 kosinus 60 karasida minus 1 taqsim 2 teng 1 taqsim 2 bilan 4 1 taqsim 2. Kosinus 2y minus pi taqsim 3 barobar 1. Xususiy hol 2y minus pi taqsim 3 qo'shuv emas, tenglik 2 pi ga. Bundan 2y topsak pi taqsim 3 qo'shuv 2 pi ga bo'ladi va y ni topsak pi taqsim 6 qo'shuv pi ga. Y qiymatini topdik. Quyidagi tenglama sistemasi minus 2 pi oralig'ida nechta yechimga ega? Y ni o'zini topaylik. K ga 0 qo'ysak y teng pi taqsim 6 qanoatlantiradi. Birdan x ham topib qo'yaylik. Bizda x topish uchun pi taqsim 3 minus y orqali topiladi. Pi taqsim 3 minus pi taqsim 6 bu pi taqsim 6 qanoatlantiradi. K ga 1 qo'yganmiz. Y barobar 5 pi taqsim 6. Pi taqsim 3 minus 5 pi taqsim 6. 2dan 2, 2dan 3 minus pi taqsim 2 qanoatlantiradi. K ga 2 qo'ya olmaymiz, oshib ketgan. Minus 1 qo'ya olamiz. Minus 1 qo'ysak bu minus
5 pi taqsim 6 pi taqsim 3 plus 5 pi taqsim 6 bo'lsa 2 7 pi taqsim 6 qanoatlantiradi va k ga minus 2 qo'ygan paytimiz y minus 2 qo'ysak 11 pi taqsim 6 minus 11 pi taqsim 6 x ga qo'ygan paytimiz bu minus 11 pi taqsim 6 11 13 pi. Mana shu oxirgisini hisoblash kerak ekan. Joy yuqoridan yozaylik shuni. Keyingisi k ga minus 2 qo'ysak y chiqadi. Pi taqsim 6 minus 2 pi 12 dan 1 minus 11 pi taqsim 6 bu qanoatlantiradi. Endi x ni topib ko'ramiz. X topsak pi taqsim 3 plus 11 pi taqsim 6 ikkitadan bersak 2 pi 2 13 pi taqsim 6 13 pi taqsim 6 lekin bu shart qanoatlantirmaydi 13 pi taqsim 6. Shunda yechimlar soni 3 ta chiqyapti. 0 1 minus 1. Javobimiz C ekan. Keyingi 20-misol. Sinus x cosinus x bu 1 taqsim 2 sinus 2x teng 1 taqsim 2 minus bu pi taqsim 3 ekan. Sinus 2x teng minus pi taqsim 3 bu taqriban minus 1,1 bo'lsa bo'shliq bilan bo'lingan. Chunki sinus qiymat 1 dan minus 1 dan kichik bo'la olmaydi. Tengsizlikni yeching, ikkala tomonni kvadratga oshiraveramiz. 2 sinus x kichik teng 1 va aniqlanish sohasi 0 dan katta bo'lishi kerak. 2 ga bo'laveramiz. Sinus x 1 taqsim 2 birlik aylanaga belgilaymiz. Bizga 1 taqsim 2 dan 0 va 1 taqsim 2 oralig'i ekan. 0 ga erishadi 0 da, pi taqsim 6 da, bu esa 5 pi taqsim 6, bu esa pi. Birinchi oraliqni yozamiz, faqat davrni ham qo'shamiz. Demak, 2 pi ga 0 plus pi taqsim 6 qo'shuv 2 pi ga birlashma 5 pi taqsim 6 qo'shuv 2 pi gadan pi qo'shuv 2 pi gacha. Javobimiz C ekan. Oxirgi savol. Soddalashtiring. Oxiriga xursand qilay debdi. Kosinus 2 alfa qo'shuv sinus 2 alfani 2 sinus alfa ko'paytgan kosinus alfa desak, tangis alfa sinus alfa taqsim kosinus alfa. Endi bu kosinuslar qisqarsa 2 sinus kvadrat bo'lsa, buni ochib chiqamiz. 1 minus 2 sinus kvadrat alfa plus sinus 2 ta sinus kvadrat alfa. Javob 1 bo'lar ekan. C javob. E'tiboringiz uchun rahmat. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Hammasi doim matematika uchun.